Salamatmizlar. Bugungi mavzumuz dərəcəni chiqarish onlayn mavzularning yana biri. Beshida mundaq bir misol qarashtirib ko'raylik. X kubning dərəcəsi 4 deganimiz. O'tgan darsda biz o'tib ketdik-ku. Har qandaq A sonning n dərəcəsi A ni o'ziga n qatim ko'paytirish deb o'tgan darslarda o'tgandik. Endi shuni ishlatib x kubning dərəcəsi 4 deganimiz x kubni o'ziga 4 qatim ko'paytamiz. Shu vaqtida yana burunqi darsimizda nima o'tdik? Biz asoslari birdek sonlarni ko'paytganda A dərəcəsi m ko'paytganda biz dərəcələrini bir-birisiga qo'shib yetdik. Shuni ishlatsak, qaranglar, 3 qo'shilgan 3 qo'shilgan 3 qo'shilgan 3 4 qatim qo'shib yetsak 12 chiqadi. Endi har qachon mustaq dərəcəni bölüb yazmasdan biz bir yangi qayta kirgizamiz. O deydi, agar A har qanday son bo'lsa va n bilan n butun salbiy emas sonlar bo'lsa, u chog'da bizda nima desak bo'ldi? A dərəcəsi n ning dərəcəsi m ni buni dərəcələrini bir-birisiga ko'paytiramiz. Endi главное chatashtirmanglar. Buni A dərəcəsi n ko'paytirilgan A dərəcəsi m bo'lganda Ködüğüm asasları o'xshash, ikki sonni ko'paytganda asosini qo'yib, ko'rsatkichlarni kechirsizlar bir-birisiga qo'shatdik. Bu nuqtada nima deymizki, dərəcəni dərəcəga chiqarish uchun asosini o'zgartmay, no change qo'yib, ko'rsatkichlarni bir-birisiga ko'paytiramiz. Hisob boshlaylik. Chiqarishga birinchisimda deydi. Asosi b bo'lgan dərəcə turida yezinglar. Nima deydi? 5'de tırnaq bo'lgankin, albatta 5'i tırnaqni hisoblab olamiz. Dərəcəni dərəcəga chiqarishga shu vaqtda b dərəcəsi 79 ko'chiramiz. Mayda bo'lsa 13 ni 6 ko'paytsanglar 60, 18, 78 bo'ldi. O'tgan darslarda o'tdik. Asoslari birdek sonlarni bir-birisiga bo'lganda ko'rsatkichlarni bir-birisidan ivitdik. 79 ni 78 ni ivitsak qoldi 1. Biroq 1 ni yezishning hojati yo'q. Ittim yozmasak dərəcəsi o'sha shida bor deganini bildirdi. 1 bor deganini bildirdi. Kattaqtalcha addiylashtiringlar deydi. Meydimi qaranglar, akkuratni. K ko'paytirilgan K dərəcəsi 11. 5'de tırnaqning ichini hisoblab olaylik. Meyd hozir aytib ketdim. K'ning hech bir dərəcəsi yo'q deganki, meyd 1 degan dərəcəsi bor. Shu ko'paytirilgan turganda dərəcələr qo'shildi deymiz. Bo'ldi K'ning dərəcəsi 12. Ve mushuni hammasini 17 dərəcəga chiqarishimiz kerak ekan. Bu bo'ldi 12 ko'paytirilgan 17. Skobka turgan dərəcələrini ko'paytamiz dedik-ku. 12 ni 7 ko'paytsak 7 2 14, 7 84, 12 chiqdi. В общем bo'ldi ki 204 dərəcəsidə. Shu vaqtda kechirsizlar K dərəcəsidə 204. Yani bunu hesaplashning 204 hojati yo'q. Aslida qo'yamiz. İfadenin dərəcənin kvadratı turida yozinglar deydi. Endi mayda biz z dərəcəsi 48 ni z dərəcəsi 1 nima? Shuning kvadrati degankin teshida kvadrat ulashdik deyotdi. Shuning uchun biz teshida kvadrat qilish uchun 48 ni chiqish uchun 2 ni qancha ko'paytirish kerak? Просто 48 ni 2 ga bo'lib o'tsak 24 qoldi. Demak, tirnoq ichida z ning dərəcəsi 24 bo'ldi. Tushunishlik bo'lsa, plyusdan besishni unutib qolmanglar. Salomatmizlar, yangi o'quvchilarga. Endiki nomer hisoblanglar. Shu hisoblanglar. 2 3dan 2 ning kvadrati, dərəcəsi unutilib qolibdi. Bir qanchinchi dərəcəsi bo'lishi mumkin? 3 da qo'yib turay, tirnoq yozganki, обязательно dərəcəsi bo'lishi kerak. Kitobni keyin qarab olsizlar, qanday dərəcəsi demaydi, yozmay qolibman. Shu vaqtda eng ichidagi skobkani 5'da hisoblab olsak, 2 ning kvadrati 4, 3 ning kvadrati 9 demaymiz. 2 ning kvadrati 3 ning kvadrati deb turibdi. Va shuni hammasining dərəcəsi 3 deydi. Ko'paytirilgan, qo'yib qoldim, ko'paytirilgan 32 dan 3645.
Endi derece chiqarish dedik. 2 ning kvadrati kubi degankin, u bo'ldi 2 ning darajasi 6. Mahraji bo'lsa 3 ning darajasi тоже 6 ekan. Ko'paytilgan endi 3645 qanchinchi sonning darajasi bilmasanglar 3645 deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. 32 u bizni qaranglar 2 ni o'ziga bundaq 5 qatim ko'paytsanglar buni 4, yana bir qatim 4, 4 ya 4 16, 16 ni buni 2 ko'paytirsanglar 32 chiqadi. O'sha yoqda 32 deganning o'rniga 2 ning darajasi 5 deb yozsak bo'ldi. Интересно, buni 3645 3 ning bir darajasi bo'lamdi. Hisoblab bakalım. 3 ni qancha qatim o'zi ko'paytsak 3645 bo'ldi. Bo'lamdi, bo'lmamdi. 3 ko'paytilgan 3 men пока bilmayman, просто bundaq yozib turay bir nechisini. Buni 2 tal 3 9 ni berdi. Yana bir qatim 2 tal 3 9 ni berdi. Men yana 3 ni qo'shsam yana bir 9 bo'lamda. 9 ya 9 buni 81 ni berdi. 81 ni 9 ko'paytirsak kechirsizlar 9 729. 729 az bu qoldi. Bölüp bakaylı 3645 ni чтобы qancha qatim ko'paytishni tepish uchun 729 ga bölsek 36 ni 7 ga bölsek 5 ni alsak 5 ya 9 45 10 4 35 chiqdi ekan-da. Shu vaqtida nima qilmay ekan meyda 3645 degan sonning o'rniga ko'rasizlar bo'ldimi? 5 7 7 35 bir o'ydiki bilan 36 durust chiqdi. Demak, mega yana 5 ni ko'paytamiz kerak. 3 ni 1 2 3 4 5 6 qatim ko'paytib, o'sha 5 ni yozsak bo'ldi ekan. Chernovikni o'chiraytay. Meshach qilmay tursin bizga bu yerda. Katta to'xtalishi. Shu vaqtida men hozir пока buni 2 6 2 5 ni hisoblamasdan ko'chirib yozaman. 2 ning darajasi 6. 3645 ning o'rniga 3 darajasida 6 ko'paytirilgan 5 chiqdi deb durustmi? Mahrajida 3 darajasida 6, mayda 2 darajasida 5. Asta-asta biz darajaning xususiyatlarini kirgizyapmiz va ular munda deydi. Masalan, asoslari birdek ikki sonni bir-birisiga bo'lganda biz darajalarini bir-birisidan ivitmiz deymiz. Bundaq 3 darajasi 6, 3 darajasi 6 o'xshash bo'lganki, ular umuman qisqarib ketadi ekan, mega 1 deb yozib qo'ysam bo'ldi. 2 darajasi 6 ni 2 darajasi 5 ga bo'lsak, 2 ning darajasi 1, 2 o'zi qoldi. 2 ni 5 ga ko'paytirib etsanglar bo'ldi 10. Hisob bitdi. Ну, там вообще o'ng'ay hisob. Ya'ni dedik, daraja chiqarish uchun ko'paytiramiz. 3 ni 6 ga ko'paytsanglar 18. Mayda 2 ni 5 ga ko'paytsanglar 10. Endi tekshiraylik. Asoslari birdek, demak darajalarini ko'rsatkichlarni bir-birisiga qo'shib bitmiz. 18 ga 10 ni qo'shsak 28. So'ng tarafi bilan o'ng tarafi o'xshadi. Demak, ifodani isbotladik. Hesaplama. Hesaplanglar, ya'ni shu hesaplanglar. Tak, hesaplayaylik. Men yozay. 2 ning darajasi 40 imushning hamisining kubi degan keyin 40 ni 3 ga ko'paytirsak 120. Mayda bo'lsa 12 ni 5 ga ko'paytsak 50 и 10 60 chiqadi ekan. Mahrajida 2 darajasi 45 ni 2 ga ko'paytsanglar 90 va 11 ni 2 ga kechirsizlar 11 ni 4 ga ko'paytsanglar 44. Ko'paytirilgan turgan asoslari o'xshash, ustun bo'lak suratini mahrajini bo'lak chiqarib olaylik. Suratida bo'ldi 2 darajasida 120 ga 60 ni qo'shsanglar 180. Mahrajida 90 ga 44 ni qo'shsanglar 134. Endi asoslari birdek sonlarni bir-birisiga bo'lganda darajalarini bir-biridan ivitmiz. 180 dan 134 ni olsanglar qancha bo'ldi ekan? Men yozib qo'yay. 180 dan 130 ni ivitsak 50, 50 dan 4 ni ivitsanglar 46. Yomon yo'g'on son chiqib ketgan 46.
Мәдәki ifadenin ma'nosini tepinla deydi. Agar z minus 2'ga teng bo'lsa. Hesaplaydi. 5'de mını hesaplan ixchamlab elib, keyin o'rniga z harfining o'rniga minus 2'ni qo'yamiz. Qinamisa, darajaga chiqarganda 3, 7, 9 ko'paytimiz. Bu yerda 27 bo'ldi. Bölüngen z 4, 7, 6, 24 şu köpeytilgen z derecesi birini yazmaydı, bir yazılmaydı. Bırak başladı bu. Endi bölüngen köpeytilgen tuğanda derecelerini bölüngen tuğanda almış, köpeytilgen tuğanda qo'shimiz. Şunun için bir tallı z ködüğümü asas özgemedi z deb 3 qitim yazmaysizlar. Birli z'ni yazıp derecelerini hesaplaymiz. 27'den almış 24'ni ve qo'shimiz 1'ni. Bo'ldi. Z 27'den 24'ni alsak 3, 3'ga 1'ni qo'shib versek 4. Yani tam isbotlanlar deydi, ko'raylik. Kechirsizlar, nima qilmabdimi? Z'ning o'rniga minus 2'ni qo'yish kerak deb qo'yib unutqapdimi? Minus 2'ning darajasi 4. Bu yerda qaranglar. Minus salbiy sonning darajasi jup bo'lsa, значит minuslar gruppiруется. Minus 4 qitim. Ular bo'lsa minus plus bo'ldi. Yana bir qitim minus plus bo'lib ketib, buni minus yo'qqa ketadi. Endi 2'ni o'ziga 4 qitim ko'paytsanglar chiqadi 16. Endi hisob точно bitdi. Дальше tenglikni isbotlanglar deydi. Y 2n'ni 6 ko'paytsanglar 12n bölümüz m'di deydi. O akkuratli m'di 5 y 5n kvadrat deganki 5'ni kvadratlasak 25 tırnaq esichiga yozib turay. Ve y'ning darajasini nima aytgancha bo'ldi-ki 5n'ni 2 ga ko'paytsak 5n'ni kvadratlab etmanglar, ya'ni 5n'ni darajalarini bir-birisiga ko'paytamiz. Bo'ldi 10. Yana to'shtaxim qilib qolsizlar-chi inakda. Qo'shilgan 0,96 y derecede 2n. Teng bo'lishi kerak y derecede 2n. Ko'raylik. Bölüngen tuğanda y bo'lg'ashqa monolarning 12n'dan 10n'ni ivitmiz. Qoldi y'ning men сразу yozdim, 12n'dan 10'ni ivetsak 2n deb. Endi akkuratni m'da ko'rinmaydigan 1 bor. Shu 1'ni 25 ga bo'lsanglar, qaranglar, 1 bölüngen 25. Конечно, 1'ni в столбик по-честному 25 ga bo'lsanglar 0, 10'ni 25 ga bo'lsanglar, ya'ni 0, 100'ni 25 ga bo'lsanglar 4 deb 0,100'dan 4'ni yazsanglar bo'ldi. Один из вариантов. Boshqasi, buni 25'dan 1'ni bunday deymiz. Tak. Buni 100 mahrajini 100 keltirish uchun biz ham suratini ham mahrajini 4 ga ko'paytsak bo'ldi deymiz, durustmi? Shu 25'ni 4 ga ko'paytsanglar 100, 1'ni 4 ga ko'paytsanglar 4. Ну и все. 100'dan 4 deganimiz solu 0,100'dan 4 chiqdi. Uni 0,196 y derecesi 2n'ni qo'shib etsak, yana ancha xato qildinglar, buni qaranglar. 0,100'dan 4 ga 0,196'ni qo'shsak, конечно, 1 butun, durustmi? Keyin epla maydonda qilib qolasizlar. Buni 2n ga, buni 2n qo'shilmaydi. Yaxshi aytinglar, bular o'xshash qo'shilg'ich bo'lg'achqa, на самом деле menda yozishim kerak. Tırnaq tekrar elib, bu sel aldıqki xatdan ularni. Şu vaqtida y derecesi 2n, y derecesida 2n o'xshaganki, men uni umumiy ko'paytgichi deb tırnaq tekrar evasak, qoldi 0,100'dan 4 qo'shilgan 0,100'dan 96. Ko'rdinglarmi? Y derecesida 2n. Endi buni 0,04 ga 0,96'ni qo'shsak 1 butun dedik. 1 butunni y derecesi 2n ko'paytsak, y derecesi 2n qoldi. Shu ifodani isbotladik. Tenglik isbotlandi. Bu bilan darsimiz bugungi mashada bitdi. Agar savollaringiz bo'lsa, yozib qo'yinglar. Plyuslaringizga rahmat. Молодец. Tushunishli bo'lsa, like besib, конечно же, подписка qo'yishni unutib qolmanglar. Xo'sh.